Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Sal boshiga olasiz. Просто zo'r. Boshladik, okey. Bu safar sal boshqacharoq. Voy mashallah. Qonni qarang, qonni. Ana endi gapiring, aka, nima muammolaringiz bor? Nima qiynayapti? Davleniya nechi bo'tdi? Davleniyni o'lchamadim lekin. Shu boshingiz og'riganda davleniya ko'tariladi-da. Hep qoni g'alatilanishib qoldi. Albatta, necha yil bo'ldi? 1 yildan oshibdi kelganingizga. Ha, sekin ocharadi-da hozir. Zo'r siqasiz. Yo, bittasi suvda, ikkinchi suvda-yu. Bugun YouTube kuzatuvchilarimizga chertma hijomani boshidan oxirigacha, xudo xolasa video qilishga harakat qilamiz. Boshidan teshildi va qancha qon chiqdi, qancha vaqt ketadi. Xullas hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Chertma hijoma nima, qanday kasalliklarga foyda, hammasini ko'rsatamiz. Chertma hijomani boshida qaysi qismida og'riq bor? Sizlar izohlarda yozib ketinglar. Qaysi qismida og'riq bo'lsa, hammasi chertma hijoma foyda beradi. Inshaalloh davolaydi ham. Sizlarda qaysi biri bor? Kommentariyaga yozib ketinglar. Zo'r. Sizda tugamaydi, aka. Sizda qon ko'p, mana qarang. Xo'p, ko'pchilik savol beryapti menga, aka. Chertma hijoma qanaqa qilib foyda beradi deydi. Boshqa o'g'ilda yo'q bo'ladi mana. Ichki bosim eng asosiysi bor-ku. Bilasizmi, men nima degan bo'lardim? Bu yerda qon aylanishi yaxshilanadi. Miyada ichki bosim bor. Ichki bosim tushgani hisobiga, davleniya tushgani hisobiga o'zingizni yengillik his qilasiz. Bo'ladi. Sekin tugatamiz, aka. Sochini bo'shatavering. Yop tashlab demoqchi bo'ldim. Tugatdik. Qo'ygan og'riq bor, ertalab tursam siqib qolgan ekan. Tepa kirishgada shu sekin qo'yib yubordi, xudo xolasa. Shunaqa sirazi qo'yib yuboradi. Havoga ham nima deb o'yladim bir. Ha, havoga ham bor, okey. Hop, bizda magnitning buran kuchlisi bo'lardi. Shuni hisobiga ham bosh yomon og'riyapti, lekin ko'pchilikda. Ya, hozir yaxshi qo'yib yubordim lekin. Sekin qo'yib yuboradi. Yengil bo'lib ketasiz. Qon to'xtadi. Sekin endi yaxshilab joyini dezinfeksiya qilib, to'g'rilab, keyin mas surib yopib qo'yamiz. Bu bir soat. 1 soat tursa bo'ladi. Yopib ketadi o'zi. 2 yil oldin oldirgan edim. Qon yaxshi bo'ldi. Birinchisi 2 yil bo'ldi, ha? Demak, effekt yaxshi bo'ldi. Demak, sizga 1 yil ketar ekanda? Men endi 1 yil kech qolmanda. Har yili bir marta oldirib. 1 yilda bir marta olib yursangiz, maza qilasiz. Xudo xolasa o'zi. Bu tabiiy yo'lda, aka. Ukollasiz, dorisiz oldirasiz, bu maza qilasiz. Bosham yengil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita joyini teshganman. Vena qon tomiridan teshganman. Hozir bitta mas surib qo'yaman. 1 soat turadi, keyin olib tashlaysizlar. O'zi unaqa qilmasaga ham mas surib, ana yopmasaga ham bo'ladi. Nimaga desanglar, hozirgi havolarimiz chang bo'lganligi uchun shuning uchun yopib, anaqa qo'ygan yaxshi. Dezinfeksiya. Ha, dezinfeksiya deydi. Juda oddiy, juda tez tugaydi. Effekt sirazi bilingani uchun buni ko'pchilik boshida muammosi bor odamlar yaxshi ko'radi. Buni ayniqsa yosh katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz maza qilib chertma hijoma olishadi. Sirazi ketib maza qilib yuraverishadi. Bilindi o'sha sirazi og'riqni qo'yib yubordi mana. Hop, okajonim, meni odamim o'zlariman-da. Biza patsient uchun yoki klient uchun reklama qilmaymiz, chunki o'zim yaxshi odamim. Ikki og'iz shu YouTube platformasi shunaqaki, yoki yosh katta auditoriyalar uchun-da, masalan, davleniyasi bor yoki migren, cherepnoy davleniyasi bor odamlar juda ko'p-da, yoki shuning uchun. Endi siz doimiy kelib yurasiz, bilasiz buni mazasini qanaqaligini, o'sha haqida ikki og'iz o'sha
YouTube platformasi uchun bu videoni olamiz, maxsus hech olmaganmiz bunaqa. Endi otaxonlarimiz, onaxonlarimiz ikki og'iz bilishsin, qanaqa bo'ldi, effekti qanaqa, qancha yaxshi yurasiz, shu haqida ikki og'iz gapirib berasiz. 2 yil bo'ldi, olganda yaxshi bo'ldim shu. Shu bilan mana ancha yaxshi yurdim. Endi bugun og'rib turib qoldi-da. Shu yana esladimda sizni to'g'ri ko'rdim. Endi yaxshi, yomon emas, Xudoga shukr. Mana ancha og'ruvli qoldi. Xudo xolasa endi kelib turamiz, maslahat ham beramiz, kelinglar deb misol qariyalar, boshqa og'ruv borlar. Bu yoki shunaqa narsaki, effekt ko'rish uchun avvalo odam o'zini ehtiyot qilish kerak-da. Masalan, ovqat. O'zbekistonda 3 ta hafta ehtiyot bo'lish kerak. Birinchisi ovqat, ikkinchisi asab, uchinchisi havo. Endi boshqa iloji yo'q. Hammasi bor bizda. Shuning uchun qonimiz quyuq, Qon quyuq. iloji boricha ko'proq yurish kerak. Suyuqliklar, bezga suv ko'proq ichishimiz kerak. O'zi aslida bonkali hijomani 6 oyda bir olib yursangiz, chertma hijomiga hojat bo'lmaydi o'zi. Davleniya chiqib ketmaydi. Shu okajon, yaxshimi, ma'qulmi? Yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin. Yana kelamiz, endi yana bonkali hijoma qilamiz endi. Iloji bo'lsa, kelmang aka, tuzalib yaxshi bo'lib keting. Yo'q, endi sog'lig'iga qarab turish kerak. U anaqa uchun bonkali hijom uchun kelib tursangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Bemalol nomerlaringizni yozib qoldiramiz. Sog' va salomat bo'linglar. Okajonim, sog' bo'ling. Rahmat, baraka toping.